Salaf ulamolarimizdan Yahya ibn Muaz rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ibn Adam talabta ad-dunya talaba man la budda lahu minha wa talabta al-akhirata talaba man la hajata lahu ilayha. Wad-dunya qad kufitaha wa in lam tatlubha wal-akhirata bit-talabi minka tanaluha." Ey inson, sen dunyoni shundoq izlab orqasidan quvib yuribsanki, go'yo undan boshqa ilojing yo'qdek. Usiz hayoting yo'qdek. Oxiratda bo'lsa, unga hech ehtiyoji yo'q odamdek qidiribsan. Holbuki dunyo sen uni izlamasang ham oldinga keladi. Ammo oxirat sen uni izlashing, harakat qilishing bilan qo'lga kiritasan. U seni talab qilishingni kutadi. Bo'lmasam u hech qachon qo'lingga tushmaydi. Qalbimiz dunyoga bog'lanib qolaversa, dinimiz, iymonimiz shunchalik parchalanib, yo'qolib boraveradi. Alloh bizani g'aflatda qolganlardan qilib qo'ymasin.